Mana shunaqa uylarni sovg'a sifatida ikkinchi xotinga emas, birinchi xotinga ham emas. Onamga sovg'a qilaman deganlar bo'lsa, bitta like ko'rib qo'yamiz. Chunki tunlari bedor bo'lib bizani boqqan, kasal bo'lganimizda bizani qarab tarbiyalagan. Mana shu darajaga yetkazgan onalarimizga ming rahmat, 8-martingiz muborak bo'lsin. Kamida mana shunaqa uyga 400-500 dollarga qo'yasiz. Kvartirant ularga pensiya-da, bundoq qarasangiz, ozgina bo'lsa ham e'tibor. Ishonavering, o'sha paytda kerak bo'lsa, sizni eng qiyin momentingizda onangizlardan kerak bo'lsa pul so'raydigan moment kelib qoladi. O'sha momentda ham o'sha mana shu kvartirani pulidan sizni vruchat qilib yuboradilar. Tushunasizmi? Endi bu xonadonimiz Chilonzor tumanining 9-kvartalida joylashgan. Shunda Farxatskiy yonimizda Jahon tillar universiteti bormi, Parus bormi, Qatartol, hammasi bir qadam. Chilonzor eng yaxshi kvartallardan biri hisoblanadi. 2 xonali uyimiz 50 kvadrat metrdan iborat. Mebel texnikasi bilan shundoq kirib yashashga tayyor. Notarius kunning o'zida shunda kaliti beriladi. Imonni sotuv uchun qilingan. Qadaylar, bu yoq eshikdan kirib kelish bo'lyapti. Kirib kelganimizda bu yog'imizda saunzul bo'lyapti. O'rtalar vanna tualetlari razdelni, shunga ham ahamiyat beramiz. Yog'imiz hojatxona. Endi men 400-500 dollar deb minimalni aytdim. O'zi bo'tdi, bunaqa uylar kamida 800-900 dollardan ham qo'ysangiz bo'ladi o'zi aslida. Men endi minimalni qilib aytdim. Bu yog'imiz spalni xonasi bo'lyapti, ko'ryapsizlar, keng joylashgan. Bemalol mebelni ham sig'ib ketgan, mana bitta texnika ham bemalol sig'adigan joyi bor ekan. Ko'rib chiqamiz bu yo'llarni. Endi keng xonaga o'tiramiz. Bu xonadon 2 xonali uy 3 xonaga o'zgartirilgan. Endi qaranglar, qanaqa. Mana bu o'zi aslida oshxona bo'ladi. Oshxonani balkonga ko'chirganlar. Chilonzorda nimaga uylar qimmat, kichikroq bo'lishiga qaramay, lokatsiyasi yaxshi. Ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Uyda deyarli hamma narsa bor. Televizor, xolodilnik, lustralar, gullar, hamma narsa tayyor holatda. Parda gilamlargacha qo'yib qo'yishgan. Endi ko'pchiligi eng kerak bo'ladigan narsa bu balkon hisoblanadi. 1,5 metrga 6 metrlik balkonimiz, ko'ryapsizlar, gazli plita o'rnatilgan. Endi menimcha kuxonning mebelli o'zingiz uchun bitta boshqacharoq qilsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz. Menga lichda misol kuxonning mebeli unaqa yoqmadi bitta. Prostoy, skromniy, no bunaqa uyga o'zingizdan bitta mehr berib yorsangiz, ideya berib yorsangiz zo'r chiqadi. Bu yoqqa o'tganimizda ko'rib turganingizdek tapchani. Bemalol choy ichib, masjidda o'zbekchilikda o'tirsangiz bo'ladi. Keyin menga yana bitta narsasi yo'qdi. Bu domni ro'parangizda dom yo'q. Ko'ryapsizlar, maktab. Rastoyaniyasi ham katta. Bemalol sirkulyatsiya bo'ladi, havo aylanadi domni o'zida. Yani ro'paraga qaraganingizda, qo'shningizni nima qilayotganini ko'rmas ekansiz. Xullas 50 kvadrat metrdan iborat ikkinchi etajda joylashgan 2 xona 3 xona uyimizni narxiga keladigan bo'lsa, 69 ming dollar so'rashyapti. Mana shu turishida hech narsa olib chiqib ketilmaydi. Yana joyda sal sunnatiga savdolashadigan joylari bor. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.